Assalomu alaykum kanal muxlislari, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan birgalikda kartoshkadan mazali yegulik tayyorlaymiz. Marhamat, tomosha qiling. Buning uchun bizga kartoshkalar kerak bo'ladi, hamda ko'k piyoz va tuxum kerak bo'ladi. Ko'k piyozni bir bog'ini olamiz, yuvib tozalab olib, mayda qilib to'g'rab olamiz. Kartoshkalardan men 6-7 dona artib tayyorlab qo'ygandim. 6 tasini ishlatdim, bittasi ortiqcha qoldi. Shu bozordagi qizil kartoshkalar. Amerikada yashovchi obunachilar Idaho kartoshkani 3 tasi yetib beradi. Bizga 3 dona tuxum kerak bo'ladi. Men tuxumni yiriklarini olganman. 3 ta tuxumni chaqib olamiz. Birinchi tayyorlab qo'yadigan narsalarimiz mana shulardan iborat: ko'k piyoz, tuxum. Demak, 3 ta tuxumni yaxshilab aralashtirib olamiz va ko'k piyozni tuxumga qo'shib aralashtirib qo'yamiz. Bularni oldindan tayyorlab qo'yishimdan maqsad kartoshkalar tez qorayib qoladi. Hozir kartoshkani qirg'ichdan o'tkazamiz. O'sha tez o'tkazib turib, tuxumli massaga aralashtirib olishimiz kerak. Mana endi kartoshkalarni olamiz, qirg'ichni yirik tishidan o'tkazamiz. E'tibor beringlar, qirg'ichdan o'tkazayotganda kartoshkani faqat pastga qarab yurgizamiz. Pastga, tepaga qilsanglar atala bo'lib ketadi, mayda bo'lib ketadi. Faqat bir tomonga, past tomonga qarab turib, qirg'ichdan o'tkazamiz. Shunda kartoshkalar uzun yirik bo'ladi. Tepa past qilib tez qilib tashiydigan bo'lsanglar, atala bo'lib ketadi, mayda bo'lib ketadi. Kartoshkalarni tayyorlab oldik. Mana bittasini ajratib qo'ydim. 6 ta kartoshka ketdi. Tuxumli massamizni quyib olamiz. Bundan tashqari bizga 2 osh qoshiqda un kerak bo'ladi. Ketidan 2 osh qoshiq yog' quyamiz. Mana endi oxirida tuz solamiz. 1 choy qoshiq tuz solamiz. Hammasini yaxshilab aralashtiramiz. Tez bajaramiz. Aralashtirayotgan mana shu masallig'imizni, kartoshkali massamizni 2 ga bo'lib olamiz. Chunki 2 ga bo'lib turib hozir pishirib olamiz. Tovani olovga qo'yamiz. 2 osh qoshiq yog' quyamiz. Yog'imiz qizigandan keyin kartoshkani bir bo'lagini joylaymiz. Hozir aytdim sizlarga, 2 bo'lakka bo'lib olamiz. Teng 2 ga birinchi bo'lagini joylashtirib, tekislab chiqamiz. Past olovda bajaramiz, lekin olovingiz juda ham miltillagan past bo'lib ketmasin. Chiroyli qilib tekislab olganimizdan keyin ustini qopqoq bilan yopib 15-20 minutga dimlab qo'yamiz. Kartoshkalari pishishi kerak. Tegidan pishib beradi, ham usti ham pishishi kerak. Qopqog'ini ochib qaraymiz. Mana chetlarida, yonlarida qip-qizil rang bo'ladi. Ana shu qizargandan keyin pishloq joylashtiramiz. Buni qanaqa sir ishlatishinglarni o'zingizga bog'liq. Xohlasanglar qirg'ichdan chiqarib turib ishlatinglar. Men tayyorman, bunaqa shtuchniy sirdan olib ishlatdim. Demak, mana ustini sir bilan qoplaymiz. Endi ikkinchi bo'lak kartoshkamizni joylashtiramiz. Mana bu kartoshkalar ikkinchi bo'lagi joylashtirguningizcha suv chiqib ketib qoladi. Chunki kartoshkaga tuz solgandan keyin albatta suv chiqadi. Suvdan silqitib olinglar. Chunki 15-20 minut dimlab qo'ydik. Bu paytda ikkinchi bo'lak kartoshkadan suv ajralib chiqadi. Ana shu suvdan ajratib olib tovaga solasizlar. Hozir endi ustiga lagan qo'yib turib, bu tarafiga o'girib olishimiz kerak. Men stolni ustiga olib turib bajaraman. Demak, mana lagan tomonga o'girib olamiz. Tovani olovga qo'yamiz. Tovaga 2 osh qoshiq yog' quyamiz. Va lagandagi kartoshkani pishmagan tomoni bilan tovaga joylashtiramiz. Bu tarafini ham qopqog'ini yopib qo'yib turib 15-20 minut past olovda dimlab qo'yamiz. Kartoshkalarni oralari ham pishib olishi kerak. Vaqt o'tgandan so'ng qopqog'ini ochamiz, olovni o'chiramiz va idishga suzib olamiz. Ya'ni tovadan ajratib olamiz. Bu yeguligimiz iftorlik uchun ham, saharlik uchun ham juda ham mazali. Ayniqsa issiqligida tortinglar, orasidagi sirlari erib juda mazali chiqadi. Hozir esa kesib sizga bo'lakda ko'rsatib beraman. Taom hali issiq. Sizga ham tavsiya qilaman, issiqligida dasturxonga torting, issiqligida tamaddi qiling. Orasidagi sirlari erib, yeyishli bo'ladi. Mana hozir bo'lagini ko'rsataman. Bo'lagini oralarini ko'ryapsizlarmi? Sirlari bilinib turibdi.
Sizga retsept yoqqan bo'lsa, albatta tayyorlab ko'ring. Mana oralarini ham ko'ring. Hozir esa issiq bo'lishiga qaramay, mana ushatib ko'rsatyapman sizlarga. Juda ham mazali. Shunday qilib azizlar, keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Ushbu yegulikni albatta tayyorlab ko'ring. Xayr, salomat bo'ling.